1997 yılda Fransiya bilan Braziliya arasındagi futbol o'yinida Roberto Carlos ismli yosh Brazil o'yinchisi 35 metrga to'p tiberga azirlana. Gol kiritish uchun qopqaga to'g'ri yo'l bo'lmag'ach, Carlos o'tab bo'lmasday odimga borarga qaror qiladi. To'pqa tibuvi bilan u qiriga aşağı o'yinchilarni urab uzadi, chetga ketar o'rinna sulga taba burilib qopqaga kira. Shulay etib gol kira. Newtonning birinchi harakat qonuni bo'yicha harakatda bo'lgan ayber anandida bo'lsa kuch ta'sir etgancha bir yo'nalishda ham tezlikda harakat etuvini davom etashak. Carlos to'pqa tibib anga yo'nalish ham tezlik bera. Tek to'pning yo'nalishini o'zgartib, futbol tarixida eng ko'rkam gollarning birisine sabab bo'lgan kuch narsa bo'ldi ekan. Buning haylasi aylanuvda. Carlos oyog'ini to'pning ostki o'ng yog'ina tubab, ana o'ng yoqqa ustga toba shiyib jibara. Shuluq vaqtda ana o'z ko'sharida da aylantirib jibara. To'p o'z harakatini to'g'ri yo'nalishda boshlay bo'lsa kerak. Aning ikki yog'ida havoga ishqila ham harakati akrinaya. Bir yoqdan havo og'imi to'p aylangan yoqqa qarshi harakat etib, bosimni kuchaytiradi. Ikkinchi yoqdan havo og'imi to'p aylangan yoqqa to'g'ri harakat etgach, tuban bosim o'rnida borliqqa keladi. Shu ayirma orqasida to'p tuban bosim bo'lgan o'ringa to'g'ri ko'chadi. Alga ko'rinish Magnus effekti deb ataladi. To'pqa tibuning bunday turin banan tibu deb ataylar. Ana yish qo'llanirga tirishadilar. Ham ul element futbol o'yinining chindan da motor ko'rinishga aylantirishga mumkin. Tek to'pni tugallik bilan kirda tirali aylantirib, gol kirtirishni burib jibaru bik qiyin. Ortiq iska jibarsang to'p qopqaning ustidan ketadi. Ortiq tuban bo'lsa, burilib ketmisha yerga tushi. Ortiq qiriga ketsa-da gol bo'lmaydi. To'g'riroq ketsa, soqchi o'yinchilarga ilaga. Akrin jibarsang, keragidan ertaroq burilashaq yoki butunlay burilmayashaq. Ortiq tez bo'lsa, so'ng burilashaq. Shuluq fizika qonuni butunlay kiritib bo'lmas kabuk tuyulgan golni da kiritirga yordam etadi. Yordamchisiz pishmoqdan tibu. Magnus effekti birinchi topqir Sir Isaac Newton tomonidan tirkalgan. Ularni 1670-yilda tennis o'ynaganda ko'rib olgan. Bu fizika qonuni golf, frisbee ham beysbolda da qatnashadi. Har ishroqda bir hal qabatlana. To'pning aylanuvi orqasida tirayoqdagi havo og'imlarida bosimlarning ayirmasi borliqqa keladi. Bu esa to'pni aylanuv yo'nalishine burib jiberadi. Bir so'rov tuva. Teoriyada to'pqa o'singga kiri bumerang bo'lib kiri qaytirliq etib tibib bo'ladimi ekan? Qizg'anishga qarshi yo'q. To'p molekulalarga torqalmasa-da, biror kirtaga berilib, tezligini o'zgartmasa-da, havo og'imi ani baribir akrinaytashak ham toypulu darajasi orta borashaq. Ul akrinlab kishiraya turgan spiral bo'yicha burg'alanashaqda oxirchikda to'xtayashaq. Ham bunday spiral kelib chiqsin uchun Carlosning donliqli tibuvidan 15 topqirga kuchliroq etib tiberga kerak. O'ngishlar sizga. Tarjima Tongsulu Altay, montaj Olina G'oliahmetova, tekstni o'qidi Bulat Shaymiyev. G'aylim birlashmasi 2017 yil.